hozir Arafot vodiysidamiz. Arafot tog'i emas bu. Arafot vodiysi Jabalur Rahma, rahmat tog'i. Bu yerga nimaga keldik biz o'zi? Nimaga bu yer ziyorat qilinadi? Men sizlarga aytib berdim. Bu yerda bashariyatni otasi, ya'ni insoniyatni otasi otamiz Odam alayhisalom bilan onamiz Havo onamiz, momo Havo onamiz 300 yillik firoqdan keyin mana shu vodiyda topishib, Allohning rahmati bilan uchrashgan joyi shuni sababidan rahmat tog'i deyiladi. Arafot vodiysining eng markazi o'shaning uchun shu yerga belgi qo'yib qo'yilgan, juda o'rtada. Inshaalloh duo qilaylikki, Alloh subhanahu va taolo haj ibodatlarida vuqufi Arafotda turib, Alloh subhanahu va taoloning rahmatiniga noil bo'lib, mana shu hayotimizda Allohdan jannatni mukofot qilib olishlikni Alloh subhanahu va taolo nasib qilsin va doim aytib kelyapmiz, charchamaymiz. Bu safarimiz oxirgisi qilib qo'ymasin. Yaqinlarimiz bilan, farzand zurriyot, kelin farzandlar bilan mana shu muborak joyga, bizni boradigan, talpinadigan joyimiz mana shu yer. Kelib Allohning baytini tavof qilib, haj ibodatlarini ham qayta qilishlikni Robbimiz bizlarga takror nasib qilsin va bizlarga mana hoji ona bilan sizlar hozir Allohning mehmonlari, Zuyufur Rohman sizlar. Rahmon bo'lgan zotning mehmonlariga doimiy bardavom xizmat qilishlikni nasib qilsin va bu qilgan ibodatimizdan eng avvalo Robbimiz rozi bo'lsin. Robbimiz roziligi olinsa, keyin bizga jannat eshiklari ochiladi. Alloh subhanahu va taolo maqbul bo'lgan amallardan o'sha duolar bor. Allohim meni hajjimni mabrur, sa'yimni mashkur va gunohimni mag'fur qilgin. Mana shu safarimiz evaziga jannatlar mukofot qilib beriladigan ibodatlardan bo'lsin. Va sallallohu taala va sallam ala sayyidina Muhammadin.